Oke, uyi o'zi ham chiroyli-yu, lekin siz mana manzarani bitta ko'rmasangiz bo'lmaydi. Shunda Toshkent City, Toshkent teleminorasi, oke, tog' yon bag'irlariga qaragan vidiga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bugun biza oke Shayxontohur tumanida joylashgan, yonimiz Oqtepa kuruk, ro'paramiz Shayxontohur ro'dini joylashgan Novostroykaga kelganmiz. 10-qavatida 48 kvadrat 2 xona. Kiraverishdan boshlaymiz. Asosiy xonadonimizga kiraverish eshigimizni, prixoshka ham keng, встроенный shkaflargacha qilingan oynali burchak va xonadonimizga kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqa studiyniy zal oshxonamizni kutib oladi. Juda chiroyli divanli zona qilib qo'yilgan. Bu yoq tarafimizda bemalol siz ovqat tayyorlab, xullas ovqatlanib o'tiradigan sharoitni qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, keyingi xonamiz bo'lsa, bu bizani yotoqxonamizga joylashgan spalni qismimizda. Bu yerda ham xuddi shunaqa panoramniy vid. Remonti juda chiroyli. Kravatimizning tepasida ko'rayotganingizdek mebelli qilingan. Bu yoq tarafimizda встроенный shkaf, oyna, ichida podsvetkalarigacha qilib qo'yilgan. Xo'p, kelgan xonadonimizga shundoq kirib keldik, chap qo'limizda bo'lsa, bu yerda bizani sanuzel qismimiz joylashgan. Xullas 48 kvadratdan unumli va foydalanilgan, chunki ko'rasiz, ortiqcha hech narsa yo'q. Domimiz 12 qavatli, bizani xonadonimiz 10-qavatda joylashgan. Закрытый двор, podzemniy parkinglarigacha bor. Zo'r tarafi oke, ikkitalab lift, bitta грузовой, bitta passajirskiy liftlarimiz qilingan. Детская площадка, закрытый двор, begona xullas hech kim kirmaydi. Juda chiroyli. Mana shu Samarqand Darvoza ko'chasi, bivshiy tramvayniy liniyada joylashgan, mana shu Novostroykamizda joylashgan. 48 kvadrat, mebel, texnika, hamma narsasi bilan $89,000 so'ralyapti. O'tib beradigan joyi bor.